Leksiyemizi devamlaştırmamız, hürmetli vatandaşlarım. Amerika matbuatları, Prezident Trump hükümetiga müracaat qilib, Hindistonga yordam berib, Jungoga qarshi turishni chaqiriq qildi. Bütün yer sharini Beijingni ayblashga chaqirdi. Mavzuda xabar 7-24 kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo bilan Hindiston chegaraning 8 bo'lagida uzundan beri harbiy to'qinishni davomlashtiryapti. Amerika taraf bu to'g'rida ko'p qatam ifoda bildirdi. Masalani ikki tarafning tez yo'l bilan hal qilishini chaqiriq qildi. Amerikada nashr qilingan Washington Kuzatish gazeti 7-24 kuni Prezident Trump Hindistonni qo'llab Jungoga qarshi turish kerak mavzuliq maqola e'lon qilib, diqqat vatandoshim, gazet Prezident Trump Hindistonni qo'llab Jungoga qarshi turish kerak mavzuliq maqola e'lon qilib, maqolada mundaq ko'rsatdi. Jungo harbiy taraf 24 kuni Hindiston armiyasini ayblab, Jungo territoriyasiga tahdid solyapti. Hindiston qadam-qadam harbiy o'rinlashtirishni atrofliq o'ylanishi kerak. Jungoning yana bir bayonotchisi mundaq dedi. Tog'ni yotkash o'ng'ay, ozodlik armiyani hech nima qila olmaysan. U yana Hindiston taraf talay sinab boqmasligi kerak. Amaliyotga uyg'un kelmaydigan ham xiyollarga berilmasi kerak. Demak, Washington kuzatkichi gazeti yuqorqi so'z iboralarini Xitoy matbuotlarida elib, Xitoy hukumati va bayonotchilar shundaq dediyi da'vatida. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Washington kuzatkichi gazetining maqolasida mundaq ko'rsatildi. Bu so'zlarning hammasi urush parast jungolikning so'z iborasidir. Balki bu so'zlarning hech qaysisi puttirab tura olmaydi. Talash tortish bo'layotgan chegara rayonida Jungo boshlanish bilan ayva qilib keldi. Jungo talash tortish bo'layotgan rayonda temir yo'l yasadi va boshqa davlat huquqining simvollik aslahalarini yasab chiqdi. Jungoning harakatlari Hindiston hukumatini haqoratlaydigan harakatlar edi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Jungo shu narsani biludiki, Hindistonning taraqqiy qilayotgan iqtisodiy demokratik siyosat asoslari va Amerika bilan bo'lgan intayin qo'yiq munosabati Hindistonni eng muhim dunyoviy davlatga aylantirdi. Muhimi shuki, Jungo bu yangi moyirning, ya'ni Hindistonning Jungoning Osiyoning taqdirini belgilashtirishchanligini uzib tashlamasligini kapolatga ega qilishni o'ylaydi. Demak, Jungo Osiyo hukmronlik qilmoqchi. Shuning uchun buni uzib tashlab etishdan, bu hukmronlik qilishni uzib tashlab etgan Hindiston. Mushuni qanday kapolat qilishni Jungo o'ylaydi deydi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Dal shundaq bo'lganlikdan Amerika Qo'shma Shtatlari Hindiston Jungo bilan qarshilashgan mushundaq bir paytda Hindistonni ochoq oshkora qo'llash kerak. Omadlik taraf shu bo'ldiki, deb ko'rsatildi maqolada. Hindiston Jungoning tahdidiga hargiz tiz tushmadi. Takrorlayman. Hindiston Jungoning tahdidiga hargiz tiz tushmadi. Xabarlarga asoslanganda, Hindiston armiyasi talash tortish bo'layotgan rayonda dal hozir chedar qo'rayotdi. Bu albatta Hindiston armiyasining chekinishidan derak bermaydi. Bu albatta bir yaxshi xabar. Chunki Jungo o'zining qudratli armiyasi bilan raqobatni yengib olman deb o'ylaydi. Lekin Jungo ham biladiki, Hindiston unda o'ng'ayla mag'lub bo'ladigan raqobatchi emas. Agar to'qinish yuz beradigan bo'lsa, Jungo o'xshashli intayin zo'r va harbiy iqtisodiy ziyonga duchor bo'ladi. Hindiston o'ziga ishonadi, o'zining tahdid kuchini kuchaytirdi, Jungoning pozitsiyasini rad qiladi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Amerika qo'l qo'yishtirib qarab turmasligi kerak. Amerika o'zining ittifoqdoshini qo'llashi lozim. Shundaqla butun yer shariga chaqiriq qilib,
Cungu'nun tehdidini diplomatik yol bilen ayıpleşni müracaat kılışı lazım. Onundan başka Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Hindistonning vaziri Modi bilan bo'lgan do'stlik munosabatini kuchaytirish kerak. Yadro bexatarligi, iqtisodiy tijorat, xalqaro tartib masalasida vazir Modi Amerikaning sherikidir. 21-asrning muqimligini ilgari surish, o'rni qo'ydigan tanlash shuki, Jungo imperializmining tajovuzchilik bilan dunyoga xo'ja bo'lishining, dunyoga hukmron bo'lishining o'rni qo'ydigan birdan-bir tanlash 21-asrning muqimligidir. Maqola ta'kidlab bundaq ko'rsatildi. Biz xuddi 20-asrning 30-yillarida Yaponiya imperializmidan erishgan tajriba saboqqa o'xshash yo'l qo'yish, sukut qilish, o'z mayliga qo'yib o'tish siyosati oxiri urushga elib bordi.